Men akroshkani noto'g'ri tasavvur qilamanmi yoki bu noto'g'ri akroshka? Baqlajonlar qirsilamagan, u yetmaganidek baqlajon xom. Juda ko'p namanganliklar so'ragan, Zayd Gardenga keldim. Sirasi aytaman, atmosfera menga yoqyapti. Ovqatlarda nima gap? Yeb ko'ramiz. Xullas, baqlajonlar qirsilamagan, u yetmaganidek baqlajon xom. Iltimos sizlardan baqlajonni pishirish yo'lini o'rganinglar. Umuman hamma povurlar, hamma savatchisalar, birinchi pastroq olovda yaxshilab ichini pishirib olib, keyin bitta baland olovda uni qirsillatib olish kerak. Baland olovda qilsanglar, usti pishadi, ichi pishmay qoladi. Bu bularda takoy mix pide ekan, lekin bu pepperoni pidega o'xshadi. Men pidani ichida kolbasa bo'lganini ko'rmaganman. Lekin sirlari yaxshi cho'zilyapti. Go'shtlari yaxshi pishgan, xamir yaxshi pishgan. Pidasi menga yoqdi. Qari shunaqada kelmayapti. Yaxshi. Xullas, ko'ksi qiladigan bu murisi, ya'ni suvi umuman nima deydi? Murini mazasi kelmayapti. Nimagadir ramyonni bulyoni bo'ladi-yu, o'shani mazasi kelyapti. Yiri mana chopilgan. Hamma zelenlar. Ko'ksining ustida aniq ishlash kerak, chunki bu ko'ksiga ikkinchi marta qaytmagan bo'lardim, to'g'risi. Kukuruza bo'lmaydi menimcha anaqani ichida. Akroshkani rediska bo'ladi va meni tasavvurimda to'g'ri to'g'ralgan bo'lishi kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Lekin mazasi yaxshi, to'g'risi, mazasi yaxshi. Porsiya kamroq tuyulgandek bo'ldi menga, balkim dish kattadir. Lekin kartishka ham, go'sht ham yaxshi. Go'sht bilasizlar, meni ilvillab ketmaganda chaynashlik bo'lgan. Menga umumiy olganda bu ovqat yoqdi. Bilasizlarmi, xitoyliklarda, uyg'urlarda ovqatlarida mana shu ovochlari ko'p ishlatiladi. Sabzavotlar ular qirtilgan bo'lishi kerak, al dente bo'lishi kerak. Al dente so'zini yozib qo'yaman nimaligini. Shunaqa yaxshi, go'sht yaxshi, achchiqqani, lekin endi мясо pitayski men bilaman achu bo'lishini, mehmon bilmasa, aksant buni etib o'tish kerak. Bizga yetishmadi achu deb. Soya kamlik qildi lekin menga. To'g'risini aytsam, soyasini ko'proq qilgan bo'lardim. Umumiy olganda guruchini 3 deb o'yladim. Yo'q, yaxshi. Xullas, bilasizlar, men qo'y go'shtiga juda ham o'tkir hidini ko'tara olmayman. O'ta o'tkir hid kelyapti. Balki mengadir deb komandamdagilarga bersam, ular ham xillab ko'rib, yeb ko'rib, hozirga juda ham kuchli hid kelyapti deyshti. Bu narsani inobatga olasizlar degan umiddaman. Belki hidi bo'lmaganda yaxshi bo'lardi, lekin ming afsus go'shti hidi bor. Bu fruktov va sabzi ishotimizda yo'q. Sababi restoranlar buni kompliment deydi. Men esa paxta deyman, o'zbekchasiga, toshkentchasiga. Mayli. Xullas, paxtani yeb oldim, zo'r ekan. Atmosferadan boshlamoqchiman. Atmosferani yorvorishibdi. Shundoq vadapatda ustida o'tirasizlar. Terrasa вообще bomba, katta, ichkari zo'r. Xullas, atmosfera uchun 100% kelish kerak bo'lgan joy. Ovqatlar haqida fikrimni o'zingizlar ko'rdinglar. Yozib ketinglar, namanganliklar borsizlar aniq. Kommentariyada sizlarga yoqadimi, yoqmaydimi bu joy? Men to'g'risini aytsam, Namanganga kelganimda yana bir marta bu yerga qaytgan bo'lardim. Shoti ham zo'r chiqdi lekin. Ayla paxtani ishga qo'ymadinglar. Shotimizni arzimagan 687.700 bo'ldi. Shuncha ovqatga, shu atmosferaga menimcha juda ham arzon. Namanganliklar podдержкani yoramiz. Keyingi safar qaysi viloyatga boramiz? Bo'ldi, o'chirib paxtani yeb oling.